Buni nimaga o'zi sochib olib keldingiz? Okey, mexanizmini tushunmadim men. Bilmayman, man berishganda o'zi sochilyapti. Mexanizmi bilan bo'lsa, sal qo'shib berardi. Okey, xo'p, maydalab tashlabsizmi? Mana bu joy tillamas bo'ladi o'zi. Videoga shoshib qo'yishdi, yozing. Maydalanib ketibdi bu. Tillasini o'zini olib qolamiz endi, okey, 583 probada bo'ladi. Luch ekanda, okey, temoli bor. Mana buni o'zini olib qolmaysizmi? Mexanizmini nima qildingiz? Okey, tomdan tashqardingiz. Ya maydalanib ketibdi, okey. Mexanizmi mana bular bilan birga, 7 gram, 10 gramdan shu bo'ladi-da o'zi. Luchga, boshqalarniki 20 gramgacha bo'ladi. Hozir bu buzilmasdan keyin qizuvmidi o'zi? Ha, bir $100 olib qolardim, qo'shib berardim mexanizmiga agar ishlab turgan holatida bo'lsa. Xo'p, buningizni endi hech bundan qilib beraman sizga. Qimmatroq qiling. Qimmatroq qilib beraman endi, baribir lom bo'ladi. Okey, uni hisobida ketadi. Butunga hisoblaymiz 40/24, okey. Hop, 980 mingdan. 40 million 415 ming chiqadi, okey. Tekis eganda, okey, 500. Ha, 40 million 500 qilib beraman. Agar rozi bo'lsangiz. Roziman. Rozimisiz? Menga Yo'q, bo'ldi, so'radim, rozimisiz 40 million. Xo'p, unda bunday qilamiz. 10 20 30 40 yemansiz yana 500 ming ber. 5 dollarda qancha bor? Shunda ko'rib bering. 40 million 500. Dollardan 40 million 500 bo'lsa, dollarga 12 mingdan kurs 3375 bot degan. 12 mingdan hisoblaganda kurs okey. Rahmat kattakon. Tillar bo'lsa o'zingiz olib kelaman. Bo'ldi, xizmat bo'lsa shu yerdan okey. Hisob oling. Charchamang. Agar sizlar ham shunaqa tillar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.